Har joyda qilma orzu, har yerda bor tosh va tarozi degan. O'zbekiston anaqa ko'rkamlik. Что ularni ko'z oldida odamlarni o'ldirib ketishgan. U butun umr emas. Ma'lum bir yillar yashab, keyin yana qaytishgan. Sabab? Agar qaytadan tug'ilish imkoniyati berilganda, yana O'zbekistonda yashagan bo'larmidingiz? Yo'q. Nimaga? O'zbekiston anaqa ko'rkamlik. Qaysi davlatga borish yashash? Amerika. Amerika. Sabablari bor? Bor. O'ta yaxshi hozir, nisbatan oila daromadlar yaxshi. Misol o'zimizda chiqargan narsani qarz qilmaydi, misol. Shunaqasi yaxshi. Yo'qlardi. Nima sababdan? Chunki o'zim shahrim. Shuni ko'rganman shuni. Yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Almashtirish xohlamaysiz? Yo'q, yo'q. Rahmat kattakon. Xohlardim albatta. Nimaga? Sabab yoqadi? Yoqadi. Balki hozir uchun javob berayotgandirman. Ona vatanim birinchidan, kindik qonunimiz, ajdodlarimiz tug'ilib o'sgan joy. Ota-onamning anonsi bo'lgani uchun xohlardim hozirgi vremyada, lekin katta ketib aytib bilaman, qayta yana dunyoga kelsam, baribir O'zbekiston tanlagan bo'lardim. Kim nima deyishidan qat'iy nazar. Kattakon. Sog' bo'ling. Agar qayta tug'ilish imkoni bo'lsa, yana qaytadan O'zbekistonda yashashni xohlardingiz? Sabab? Ha, xohlardim. Sabab? Chunki O'zbekistonda hamma do'stlarim shu yerda, oilam. Hozir nolimayman-da, hammasi yaxshi, o'qishlarim. Shunchani shu yerda tug'ilishni xohlardim. Hozir mana ko'p yoshlar bilan suhbat olib boryapman. Ko'pchilik yo'q, ketgan bo'lardim, chet elda xohlardim, o'sha chet elda yashash xohlardim degan javob berishyapti-da. Sizning fikringiz qanaqa bunga? Ijtimoiy tarmoqlarda chet el chiroyli ko'rsatilgan bilan u yerga borsangiz ham xuddi shunaqa qiyinchiliklar bor-da. Erta tug'ilib yashasangiz xuddi shunaqa chet elda yashagim kelar degan fikr bo'ladi. Masalan, koreys o'rtog'im bor, u ham boshqa davlatga ketgim keladi, deyapti. Lekin O'zbekistonda qancha odamlar bor Koreyada yashashni, o'qishni xohlagan. Shuning uchun O'zbekistonda qolishni xohlayman. Albatta. Sabab bormi? Chunki diyorimiz har doim tinch, boshqa mamlakatlarga qaraganda, oilamni yaxshi ko'raman, shu yerdagi odamlarning muhitini yaxshi ko'raman. Ko'plab yoshlar bilan suhbat olib boryapman. Hozir ko'pchilik ketmoqchi, chet elda yashamoqchi. Siz bunga fikringiz qanaqa? Chet elga yashash fikriga qo'shilaman ma'lum bir miqdorda, u butun umr emas. Ma'lum bir yillar yashab, keyin yana qaytishga. Albatta. Sabab? Yaxshi joy, tinch. Boshqa davlatga ketish niyati, Yo'q. boshqa davlatda yashash niyati yo'q. Yashardim. Amerikaga borib yashardim. O'zbekiston tug'ilish xohlaman. Shu yerda tug'ilib, Amerikada yashash xohlardim. Bu yerda tug'ilib keyin ketish, ya? Yashash xohlardim. Xo'p, sababi birinchidan o'zi taqqoslaganda, masalan, O'zbekiston xavfsiz davlat. Xavfsizlik bo'yicha ajratmasam, top 16-o'rinda tursa kerak, yana ham bilmadim, aniq. Ikkinchi tomonlama ham imkoniyatlar ham yaxshi. Endi to'g'risi baribir boshqa davlatlarga, rivojlangan davlatlarga solishtirganda sal endi rivojlanayotgan davlat bo'lishi mumkin, lekin baribir menga yoqadi. Siz bilan siz tengdoshlaringiz bilan ko'p hozir gaplashyapman-da, ko'pchilikning fikri boshqacha. Ular boshqa davlatni xohlashyapti. Sizning fikringiz qanaqa bunga? Xo'p, endi hamma joyda o'zini tosh tarozisi bor. Masalan, ular aytaylik Amerikada yashash xohlasa, Amerikani o'zini qiyinchiliklari ham bor. Aytaylik, Amerikada xavfsizlik darajasi juda, ya'ni past, aytmoqchiman, xavfli davlat. Uni endi shtatlari har xil, lekin masalan, men Amerikada yashash xohlamayman, chunki xavfli. Masalan, men tanishlarim Flexga borib, Flexda bir yil o'qib kelganlar aytishadi, что ularni ko'z oldida odamlarni o'ldirib ketishgan. Mana shunaqa narsalar bor yoki Yevropani aytadigan bo'lsak, Yevropada ham o'zini qanaqadir yomon tomonlari bor. Shu hamma joyga borsa ham baribir qanaqadir minus tomon bo'lishi mumkin demoqchiman. Конечно, xohlardim. Sabab? O'zi yurtimiz tinch. Baribir o'zbekchiligimiz bor-da, o'shuning uchun boshqa davlat tug'ilish xohlamasdim, O'zbekiston tug'ilish xohlardim. O'zbek bo'lib. Hozir mana ko'pchilik bilan suhbatlashyapman. Ko'pchilikning fikri boshqacha, nabrot ketmoqchi yoki boshqa davlatda yashamoqchi bo'lyapti. Sizning fikringiz qanaqa bunga? Yo'q, O'zbekiston baribir yaxshiroq. Bizda 4 ta fasl ham bor. Masalan, Hindistonda faqat issiq-ku, ular qor ko'rmaydi. Bizda 4 ta fasl ham bor. Bizda даже martda ham qor ko'ramiz mana. Shu? Baribir O'zbekiston yaxshi-da.
Agar qayta tug'ilish imkoni berilsa, yana O'zbekistonda yashashni xohlarmidingiz? Albatta, albatta. Sabab? Bizda nihoyatda mustaqilligimiz bo'lganiga hamma joylar rivojlanishlar nihoyatda avjiga chiqqan. Hamma joylarimiz go'zal, narx-navolarimiz arzon, boshqa davlatlarga qaraganda tinch, yana nima deydi? Barcha yaxshi narsalar O'zbekistonda mujassam hozirda. Ko'pchilikning fikri hozir boshqacha bo'lyapti. Yo'q, men ketgan bo'lardim yoki boshqa davlatda tug'ilgan bo'lardim degan javob berishyapti. Sizning fikringiz qanaqa bunga? Endi biz O'zbekistonda tug'ildik, bizning fikrimiz bo'yicha O'zbekistonda o'lamiz. Endi Amerikalar bor, gullab yashayotgan joylar, har joyda qilma orzu, har yerda bor, tosh va tarozi degan. O'shani ham inobatga olish kerak. Da, normalni atmosferasiga hisobga olmaganda, da. Qanaqa minuslari bor, qanaqa pluslari bor? Qaysi davlatga ketishni xohlagan bo'lardingiz agar? Hozirda Koreyaga. Koreya davlatiga, chunki u yerda havo namligi yaxshi, ancha o'zimizga qaraganda. U yerda qurilishlarni hamma yoni me'yori bor-da. Bizda masalan qurilishlar bo'lsa, u yerda polni chang bo'lib yotibdi. Bizda u yoqqa qaraganda bu yoq ancha minuslari ko'proq desa ham bo'ladi. Baribir shu davlatda yashayapmiz, endi bir nima deya olmaymiz ortiqcha. Rahmat.